Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Rossiya va O'zbekiston 16-dekabrdan boshlab yangi parvozlarni yo'lga qo'yadi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. Pobeda aviakompaniyasi 16-dekabrdan Moskvadan Farg'onaga parvozlarni yo'lga qo'yadi. Parvozlar haftada 3 marta, seshanba, payshanba va yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Ma'lumot o'rnida Pobeda aviakompaniyasi Moskvadan Toshkent va Samarqandga ham parvozlarni yo'lga qo'ygan. Ushbu xabarni Rossiyaga bormoqchi bo'lgan yoki Rossiyadan O'zbekistonga kelmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborishni unutmang. So'nggi oylarda Rossiyani tark etib, boshqa davlatlarga keta boshlagan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan kelgan muhojirlar soni ortib bormoqda. Asosiy sabablar og'ir sharoitlar, ish haqining kamayishi, doimiy tekshiruvlar va deportatsiyadan qo'rqish. Rossiyada qurilish sanoati jiddiy inqirozni boshdan kechirmoqda. 2025-yilga kelib, uy-joy qurish uchun ruxsatnomalar soni deyarli 25% ga kamaydi. Qurilish vaziri o'rinbosari Nikita Stashinning bunday past ko'rsatkichlar 2016-yildan beri kuzatilmaganini ta'kidlagan. Ko'pchilik ekspertlarning fikricha, asosiy sabablardan biri ko'p yillar davomida qurilish brigadalarining asosini tashkil etgan migrantlarning ommaviy ravishda chiqib ketishidir. Ekspertlarning fikricha, Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar har doim Rossiyadagi qurilishning asosiy harakatlanuvchi kuchi bo'lib kelgan. Hozir ularning soni kamayib bormoqda. Bu allaqachon butun iqtisodiyotga ta'sir qildi. Ishlar ish haqining pastligi, narxlarning ko'tarilishi va ijara haqining oshishidan shikoyat qiladi. Misol uchun, Moskvada bir vaqtlar 15 ming rubl bo'lgan bir xona hozir 30 ming rubl turadi. Ko'pgina ish beruvchilar ovqat berishni to'xtatdi. Oziq-ovqat va transport narxlari ko'tarilmoqda. Bularning barchasi odamlarning ketishga majbur qilmoqda. Markaziy Osiyolik muhojirlar hozir qayoqqa ketyapti? Agentliklar ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyadan borgan sari ko'proq sobiq ishchilar Bolqonni, xususan Serbiyani tanlamoqda. Sababi oddiy: vizasiz kirish, muhojirlarga iliq munosabat va ishchi kuchiga talab ortib borishi. Serbiya poytaxti Belgradda siz o'zbek yoki qirg'iz tillarida so'zlashayotgan xodimlarni ko'rishingiz mumkin. Halil Quranboyev Serbiyada 1 yildan beri istiqomat qiladi. Bu yerda hamma narsa boshqacha. Siz kvartirani osongina ijaraga olishingiz mumkin. Hech kim faqat slavyanlar uchun demaydi. Odamlar hurmat qiladi. Serbiyadagi o'rtacha ish haqi $1500, eng kami esa $500-600 atrofida. MDHdan kelgan ishchilar har xil miqdorda maosh oladi. Ba'zilari 800 yevro oladi, boshqalari esa qattiq mehnat qilsalar 2000 yevrogacha topishi mumkin. Xullas, Rossiyadan hafsalasi pir bo'lgan Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlar Bolqonni yashash va ishlash uchun tinchroq, xavfsizroq va ko'proq imkoniyatlari bo'lgan yangi joy deb topishmoqda. Sankt-Peterburg-Andijon muntazam aviaqatnovini yo'lga qo'ydi. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi Andijon-Sankt-Peterburg-Andijon yo'nalishi bo'yicha muntazam reyslarni yo'lga qo'ymoqda. Parvozlar haftasiga 2 marta, dushanba va chorshanba kunlari amalga oshiriladi. Pulkovo aeroportidan aviakompaniya shuningdek Toshkent, Samarqand, Buxoro, Namangan va O'zbekistonning boshqa shaharlariga muntazam reyslarni amalga oshiradi. O'zbekiston migratsiya bo'yicha Rossiyaga takliflar berdi. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi bilan uchrashuvda berilgan taklif. Rossiya korxonalarida tashkiliy va qonuniy tartibda ishlash istagida bo'lgan nomzodlar uchun migratsiyagacha bo'lgan jarayonlarni O'zbekiston hududida tashkil qilish, ya'ni tibbiy ko'rikdan o'tish, sertifikat olish. Tomonlar migratsiyadagi muammolarni ikki davlat qonunchiligidan kelib chiqqan holda qaytib ko'rib chiqishga kelishib olishdi. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yetkazishni unutmang. Xavfsizlik kengashi yig'ilishida rais o'rinbosari Dmitriy Medvedev migrantlar jamiyatda keskinlikni keltirib chiqarayotgani va ishlash muddati tugagan muhojirlar tezda mamlakatni tark etishlari kerakligi haqida gapirdi. Siyosatchi migrantlarning Rossiyada bo'lishi, ularning mehnat shartnomalari bilan qat'iy tartibga solinishi kerakligini, aks holda migratsiya masalasida dushman kuchlar foydalanishi haqida iddao qilgan. Noqonuniy migratsiya bu sohada faol faoliyat yuritayotgan dushman
onlayn kuchlar terroristik va ekstremistik tashkilotlar uchun juda foydali, dedi Medvedev keskin ohangda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham mamlakatning demografiya va yangi migratsiya siyosati haqida gapirib, aholining tabiiy o'sishini ko'paytirish, unga targ'ib qilish haqida gapirgan edi. Rossiya Savdo-sanoat palatasi prezidenti Sergey Katerin gazeta Ruga bergan intervyusida yaqin kelajakda Vyetnam, Nepal va Bangladeshdan Rossiyaga mehnat muhojirlari oqimi kuchayishi mumkinligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari uzoq muddatli shartnomalar asosida kelishga tayyor. Ishchilarning katta guruhlarini shakllantirish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga Katerinning ta'kidlashicha, chet el ishchi kuchiga haddan tashqari ishonish, avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirishni sekinlashtirishi mumkin. Mutaxassis Hindistonda migratsiyaning kuchayishi Rossiyada xususan qurilish va restoran, xizmat ko'rsatish sohasida, chakana savdo va tozalash kompaniyalarida ishchi kuchi yetishmasligi bilan bog'ladi. Korxonalar uchun bu ishchi kuchi yetishmovchiligini to'ldirish va buyurtmalarni o'z vaqtida bajarish, ishchilar uchun esa pul ishlash imkoniyatini taqdim etadi. Rossiyada daromadlar migrantlar kelayotgan mamlakatlarga qaraganda taxminan 1,5 baravar yuqori. Katerin 2026-yilda Hindistonda migratsiya o'sishini bashorat qilmoqda. Rossiya MDH davlatlaridan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan ishchi kuchiga tayanishda davom etadi. Biroq ekspert ta'kidlaganidek, bu mamlakatlarning resurslari cheklangan. Turkiya va Yaqin Sharq ishchi kuchi uchun raqobat qilmoqda. 2025-yilda Rossiyaga hindistonlik mehnat muhojirlari oqimi o'tgan yilga nisbatan qariyb 25% ga o'sdi. Qurilish va xizmat ko'rsatish sohasida hindlarning o'rtacha ish haqi Hindistondan 60% yuqori. Ishchi kuchining keskin taqchilligi sababli ular uchun jami 234,9 nafar kvotadan 71,8 ming kishilik kvota ajratildi. O'zbekiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasida joylashgan konsullik mas'ullari faoliyati davomida O'zbekiston fuqarolari tomonidan konsullik muassasalariga qalbaki hujjatlar taqdim etish holatlari kuzatilmoqda. Shu sababli O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ushbu mamlakatdagi o'zbekistonliklarga ogohlantirish bilan chiqdi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston va boshqa davlatlarning turli xil qalbaki hujjatlarini tayyorlab berish xizmatlarini taklif qiluvchi e'lonlar Telegram mobil ilovasida, virtual guruh va kanallarda keng tarqalmoqda. Ushbu jinoiy guruhlar faoliyati oqibatida fuqaro EMR qalbaki vatanga qaytarish guvohnomasini rasmiylashtirgan va O'zbekistonga chipta olish jarayonida hujjatning soxtaligi aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Qozon shahridagi bosh konsulxonasining tezkor harakatlari natijasida fuqaroning Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 322-moddasi, Rossiya Federatsiyasi davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish hamda 327-moddasi soxta hujjatlar bilan davlat mukofotlari, shtamplari, muhrlari yoki blankalarni qalbakilashtirish, tayyorlash yoki sotishda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishning oldi olingan. Rossiya Federatsiyasi hududida bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolariga ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan turli xil hujjat tayyorlab berish haqidagi e'lonlarga aldanmaslik, hujjatlarni rasmiylashtirishda faqat O'zbekiston Respublikasining vakolatli organlariga murojaat qilish qat'iy tavsiya etiladi. Shu orqali siz firibgarlik va noxush holatlarga tushib qolishning oldini olishingiz mumkin, deyiladi xabarda. Toshkentda Rossiyaga ketadigan fuqarolar uchun migratsiyadan oldingi tayyorgarlik markazi ochilishi mumkin. Migratsiya agentligi direktori Bekzod Musayevga ko'ra, O'zbekiston bu taklifni Rossiyaga taqdim etgan. Markazda muhojirlar uchun bir qator xizmatlar ko'rsatilishi rejalashtirilgan. Dastiloskopiya, fotosuratga olish, kirishi taqiqlanganligini tekshirish va sug'urta rasmiylashtirish. Shu bilan birga u yerda faqat hujjatlar emas, balki ishga chiqishdan oldingi tayyorgarlik ham amalga oshiriladi. Rossiya aloqa axborot texnologiyalari va ommaviy kommunikatsiyalar sohasidagi nazorat federal xizmati WhatsApp va Telegram messenjerlarining ishini qisman cheklash choralarini ko'rmoqda. Bu haqda idoraga tayanib RBK xabar berdi. Nashrning yozishicha, mazkur messenjerlar firibgarlik, tovlamachilik, shuningdek Rossiya fuqarolarini diversiya va terrorchilik faoliyatiga jalb etish uchun asosiy vositaga aylangan. Bu haqda idora huquqni muhofaza qiluvchi organlar ma'lumotlari hamda fuqarolarning shikoyatlariga tayanib bildirgan.
Messenger egalari tomonidan shikoyatlarga qarshi choralar ko'rish haqidagi ko'plab talablar e'tiborsiz qoldirilgan. Shu sababli huquqni muhofaza qiluvchi organlar materiallarga asosan xorijiy messenjerlarning ishini qisman cheklash choralari ko'rilmoqda, deyiladi Roskopnadzor xabarida. Qayd etilishicha, 21 oktyabr kuni Rossiyaning janubiy hududlarida Krasnodar o'lkasi, Adыгея, Rostov va Astraxan viloyatlari hamda Stavropol o'lkasida Telegram va WhatsApp ishlashida uzilishlar kuzatilganligi haqida ko'plab shikoyatlar tushgan.